10 oy tolgandan keyingi rejimning o'ziga xos xususiyatlari. 9-10 oyga kelib, bola 2 marta uxlash tartibiga o'tadi. Bu yosh shuni bilan mashhurki, bolada sirkadiy ritm to'liq shakllangan bo'ladi. Agar 10 oygacha bola kun tartibining moslashuvchanligiga yaxshi javob bergan bo'lsa, endi bu yoshda siz bolada soat bo'yicha rejimga moyillik belgilari paydo bo'lishini ko'rishingiz mumkin. Shunday qilib, to'g'ri qaror, uyg'onish vaqtini va kunduzgi uxlashlarning davomiyligini belgilab olish bo'ladi. Shunda tungi uyqu ham taxminan bir vaqtda boshlanadi. Aksincha, faqat yotish vaqtini belgilab, lekin uyg'onish va kunduzgi uxlashlarning davomiyligini belgilamaslik noto'g'ri bo'ladi. Bunday holatda kunlik uyg'oq bo'lish vaqti har kuni har xil bo'ladi va bu uyqu bilan bog'liq muammolarga olib keladi. Bola oz-ozdan uxlashga tobora ko'proq tayyor. Men bu yoshda uy qurish texnikasini mashq qilishni boshlashni tavsiya qilaman. Kichkintoyingizni qisqa muddatga beshikka qo'ying. Shunda u sizning yordamingizsiz o'rnashib olishi, uxlash joyini topishi, u qanday qulayligini, qanday qilib mustaqil ravishda dam olishini bilib oladi. Agar chaqaloq yig'lay boshlasa, darhol uni ko'taring. Agar yo'q bo'lsa, yordam berishda davom eting. Orqa yoki sonni silang, zarba bering, lullabi kuylang. Va bir kun sizning chaqalogingiz oz-ozdan uxlab qoladi. 10 oydan keyin 1 yilga kelib tungi uyg'onishlar albatta kamayish kerak. Ba'zi chaqaloqlar allaqachon uyg'onmasdan yoki ertalab uyg'ongan holda uxlashlari mumkin. 10 oydan keyin ba'zi chaqaloqlar ikkinchi uyquni tashlab ketish belgilarini ko'rsatishi mumkin. Bu yolg'on belgilar. Bir uyquga o'tishga hali erta. Ehtimol uxlash va uyg'onish me'yorlarini, shuningdek, birinchi uyquning davomiyligini ko'rib chiqishga arziydi. Bir uyquga o'tish odatda 1 yil va 3 oydan keyin sodir bo'ladi.